Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Soyba. Bugun sizlarga Achchig'imizni besib olayli degan kitobni o'qib beraman. Achchig'imizni besib olayli. Hozir Zaynab va Tariq aka-singillar bilan tanishib chiqamiz. Zaynab tayyorlik sinfda, Tariq birinchi sinfda o'qiydi. Ular payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni bek yaxshi ko'rdi. Ularning uyida bir hadis qutisi bor bo'lib, ota-onasi varaqchilarga hadis yozib, u qutiga silib qo'ydim. Hadis payg'ambarimiz hadis deganimiz payg'ambarimizning go'zal so'z harakatlaridir. Zaynab bilan Tariq har haftada bir hadis o'rgandi. Ular qutudan hadis ilishdan burun sallallohu alayhi vasallam deb uningga duo qilib, antin oldi. Hadisning ma'nosini cho'nglardan so'rab, amaliylikka tatbiqotliq tirishadi. U orqali xuddi payg'ambarimizdek Alloh yaxshi ko'radigan kishilardan bo'lishni orzu qiladi. Bir kuni Tariq uyqusidan uyg'onib, ko'zlariga ishonmay qoldi. Bosh tarafidagi to'mpuch to'mpuchkaning ustida hadiya qutisi turardi. U darhol hadiyani ochdi. Qutidan qutining ichidan bek chiroyli bir o'yinchoq tikuchar chiqdi. U dal uzundan beri orzu qiladigan o'yinchoq edi. Uning ko'rqusini bossa, chiroqlari lapildab yonadi. Perqug'ichlari tik 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 qilib ovoz chiqarib beqiraydi. Bu kutilmagan sovg'atni zodi kim tayyorlagandi? Tariq endi buni aniqlamasa bo'lmaydi. Tariq bu esnada Zaynabning karvatda yo'qligini bayqadi. U nima ish bo'lganligini bilmoqchi bo'lib, hujrasidan chiqishga ba- chiqishga bir qancha kishining av- paranglashgan ovozini angladi. Ovoz mehmonxona uy tarafdan kelyotdi. U mehmonxonaga yaqinlash, yaqinlashish, yaqinlashgan sari gap qilayotgan kishining ovozi to'nib oldi. Voh, tog'am kelibdi-da, deb to'ylancha darhol yugurib kelib tog'asini quchoqladi. Zaynab yangi bir qo'nchoqni o'ynatdi. Demak, tog'asi Tariqqa o'yinchoq tiguchar, Zaynabga bo'lsa bir qo'nchoq hadya qilgan edi. Tariq tog'asining yanida o'tirdi va xush keldingiz, jinim tog'a. Bergan hadyalaringiz uchun ko'p rahmat, dedi. Ondan aka-singillikaylan tog'asi hadis qutisi haqida so'zlab berdi. Arqadan bu haftalik hadisni unuqa olg'izdi. Tariq qutidan olgan hadisni ularga o'qib berdi. Haqiqiy kuchli kishi chilishishda raqibini yengan emas, balki achchig'ini yengandir. Tog'a, chilishish degan nima? Deb so'radi Zaynab. Chilishish deganimiz ikki kishi bir-birini yerga yiqitishga kuch yetishtirgan harakat turi. Chilishishda raqibini ya'ni oldidagi mahirni yengan tanharakatchi eng kuchli deb qaraladi, dedi tog'asi. Shundoqmi? Lekin payg'ambarimiz kimning haqiqiy kuchli ekanligini bizga aytibdi-ku, dedi Tariq. Tog'asi. Shundoq, payg'ambarimiz aytgandek, birarsiga ochig'i kelganda uningga nazar muomala qilmagan va uni apu qilgan kishi eng kuchli kishi hisoblanadi. Chunki bundoq qilish oson emas, dedi. U yerda u yana so'zini davomlashtirib mundoq dedi. Muhimi shundoq bo'lish uchun kuchining yetishicha tirishish. Esinglarda bo'lsinki, Alloh muloyim va keng qo'rsoq kishilarni yaxshi ko'rdi.
Söhbət axırlaşqanda Zeynəb kimini almashtırış üçün hücrəsiga mangdi. Ondan akasının tikuçerini elip hoyluğa çıktı ve tikuçerini kulağa egiz götürüp uzu, uzurup oynaşqa başladı. Tik 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 tik. Oye, nima bo'lg'ini? Tik uchar yerga tushib sinib ketdi-ku, dedi Zeynep. Bu hudaqidan sunib ketgan tik ucharga qarab nima qilishini bilolmay turganda Tarix hovliga chiqib keldi. Zeynep bu chog'da nima qilarini bilolmay past ovozda faqat qandoq uchadiganligini ko'rib boqmoqchidim. Qasddan qilmadim, meni kechirgin, dedi. Tarixning bekla ochig'i kelgan edi. U g'azab bilan Zeynabga qaradi va so'nib ketgan tikuchini ilib, gap qilmay uyga kirib ketdi. Tarixning ochig'i hech besilmayotdi. Men endi o'yinchig'imni o'ynay olmagandan keyin u qo'chig'ini o'ynay olmasin, deb o'ylab Zeynabning qo'chig'ini taqib qo'ydi. Zeynabning ko'ngli yerim edi. U ko'nglida koshki akamni qo'shiq o'ynashni yaxshi ko'rgan bo'lsam, unga yangi qo'shig'imni bergan bo'lardim, deb o'yladi. U hujrasiga qaytib kirib, qo'shig'ini qo'yib qo'ygan yerga yo'qligini bayqadi. Hujrasining hamma yerini izlagan bo'lsa-mu, uni topolmadi. Oxiri qo'shig'ining yutib ketganligini onasiga aytdi. Onasi Melike Hanım onun kollarını tutup durup "Ko'nglingni yerim qilma kızım. Hozir ozroq ishim bor. Xohlasangiz sal turib birga izlaylik", dedi. Tarix qo'rchoqdan faqat xabari yo'qdek gap qilmadi. Melike Hanım nashtini tayyorlab bo'lgan. Nashtini tayyorlab bo'lay deganda uyining nonining ozligini his qildi va Tarixni chaqirdi. O'g'lim, uydagi non oz ekan, do'kondan non ekirib beramsan, deb so'radi Tarix. Albatta, hozirla ekilay ona, dedi. Onasi bergan pulni ilib do'konga qarab mangdi. U ujrat saqlag'ach xayolda cho'mdi. Zeynepning ko'ngli yerim holati uning ko'z oldidan ketmayotdi. Tarix nonni ilib do'kondan chiqdi. U uyga qaytishga aldirab cho'ng qadam ilib tez mengayotdi. Chubu! Tarixning qo'lidagi non xaltadan uchib yerga tushib ketdi. Tarix yerdagi patqoqqa milangan nonni oldi va "Voy Xudoyim, endi onamga nima deyman? Menga ochiqlab ketsa qandoq qilaman?" deganlarini o'yladi. Tarix uyga kelganda onasi uni oshxona uyda saqlatadi. Tarix beshini tuban silib, "Nonni yerga tushirib soldim. Non loy bo'lib ketdi. Meni kechirgin ona", dedi. Melike Hanım Tarixning beshini ko'tardi va uning ko'zini
ko'zini ichiga qarab turib, ko'nglingni yerim qilma, o'g'lim. Hammamizning beshig'a bundoq kichik pesh- peshkallar kelib turdi. Bu nonni Ali bobong'a opirib bergin. To'xolariga bervatsin. Qay- Qaytishingda yana bir tal non ilib kelgin, dedi. Tariq yo'lda mang'ach onasining o'ziga qilchi o'ziga qilchimi ochiqlanmog'i haqida o'ylandi. Arqadanla o'zining Zaynabga qilgan muomalasi esiga keldi va koshki manmu Zaynabga ochiqlanmay atdigan o'rgangan hadisga loyiq ish qilgan bo'lsamchu, deb pichirladi. Tariqni ilib kelganda Ali bova hovlisida edi. Onam buni Anam buni to'xularga avatdi, deb nonni unuga berdi. Tariq Ali bobay kulib turib, ha, mana bizning to'xularning bugunlik yemakligi tayyor bo'ldi, dedi. Ondan Tariqqa bir sevat to'qim berdi. Tariq uyga kelibla to'qimni onasiga berdi. Orqadan qo'rchoqni tiqib qo'ygan yerdan ilib Zaynabga opirib berdi va unga tik ucharim sunib ketganda ochig'imni bosolmay qo'rchog'imni tiqib qo'ygan edim. Keyin xato qilganimni his qildim. Meni kechiring, Zaynab, dedi. Zaynab qo'rchog'ini ko'rib bek xushal bo'ldi va beshini tuvan silib, seni kechirdim, aka. Sen bu meni kechirgin, dedi Tariq. Tik, tik ucharni siz qasddan so'ndirib atmadingiz. Hammamizning beshig'a bundoq kichik peshkallaklar kelib turdi. Hech qisi yo'q, singlim, dedi. Bu esnada tog'asi orom ilib yo'l harag'i orom ilib yo'l harag'inig'imi hech chiqib qolgan edi. U mehmonxona uyga kirib sofaning ustida sunuq tik ucharni ko'rdi va inisi Muhammad apandidan ba'zi remontchilik materiallarini so'radi. U saymonlar kelishi bilanla tik ucharni remont qilishga boshladi. Ikkilan mehmonxonaga kirib tog'asining yoniga bordi va tik ucharning o'ngshilishi uchun duo qildi. Tariq tog'asining qo'liga diqqat bilan qaradi. U to'xtamay, Musaymon bilan nima qilasiz? Endi qaysi parchani o'rnatasiz? Degandek savollarni so'raydi. Tog'asi tik ucharning remontini tugatdi. Hammaylar hayajon bilan natijasini saqlatadi. Tariq
Tik uçardan konup kusini bastı. Tik uçar hareketlendi. Tik 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 tik. Zeynep bilen Tarık hoşallıktan sekrişip ketdi ve tağısıga rahmet etti. Ondan oyuncaklarını elip oylağa çıktı. Zeynep korçakını ta, Tarık tik uçarını ras, rasa, rasa kanguça oynadı. Rahmet.